Так, достор, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу биздин катталуучулар, жалпы эле Оглам Повар каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен азыркы учурда Ошто турам. Ошто 10 адырда турам. Баарыңыздар билген мына Торнадо деген дробилканын астында турам. Ушул дробилкаларды жасаган эми Надырбек деген баланы баарыңыздар таанып билип калсаңыздар керек. Бул интернетте дагы чыгып атат. Негизи биздин мына южный тарап, түштүк тарап аябай жакшы билет бул Торнадоны. Интернетте дагы өзбек тили менен айтканда популярный болуп кеткен, машхур деп коет го. Мына ушуларды достор азыр сиздерге сатылып аткан жеринен жакшы маалыматты алып берели. Бул дробилкаларды азыр мына жерде Надырбек сиздерге толук маалымат берет. Надырбек, ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Seni yaxshi? Assalomu alaykum. Olam Kabar kanalining aziz obunachilari. Bugun mana Qirg'izistonga yana filialimizni ochdik. Bu original haqiqiy Tornado, bu unaqa fashibkasi emas. Hozir sizlarga mana shuni to'liq sizlarga yerda obzor qilib, buni quvvatlarini sizlarga ko'rsatib beraman. Aha. Эми бул жакында эле ошко ачылыптыр, Надырбек, ошко ачылыптыр. Эми достор, бул накта өзү айткандай оригинал экен. Торнадонун оригиналы кандай иштейт? Анан нелерди буга салса болот? Анан бул негизи ар бир үйгө керектелүү нерсе да. Сөз түрдө группалар менен бөлүшүп коңуздар. Эми Надырбек башлай берейли, Кандай кылабыз? Oldin bitta narsa bor. Birinchi bo'lib narxidan bir nimalar nima qilingan narxidan boshlaylik. U masalan qo'yani zo'r qilib sizlarga obzor qilib beraman. Birinchi bo'lib jiz motorlik. Hozir ichini ochib ko'rsataman. Jiz motor. Jiz motor. Ana bismillah. Bu o'ylanlar ekan, ha? Mana bu original mahaviy bo'ladi, haqiqiy mashinaning o'zini mahaviysi. Kilo 10 kilodan oshiq bo'ladi. Pichoqlari ham original bo'ladi. Original. Jiz motor mahaviylik 28 ta pichoqligimiz 20 ming so'm bo'ladi. Dastavkasi bilan 20 ming so'm bo'ladi. Dastavkasimi? Dastavkasi. Lo, qaysi yerga olib olib berasizlar? Hamma joyga bo'lsa olib beramiz. Hamma joyga dastavkasi bo'ladi. Endi mana alyumin lisli motorimiz mana bunaqalarimiz. Bu lismenda, ha? Anaqa nimamiz mana 15 ming so'm bo'ladi bu. Bu 15 ming so'm. Bunun obyomi, ko'lami kichikroqmi? Buni motori alyuminlik, alyumin bo'ladi. Lekin motorining ham kilovati bu jiz motoriga qaraganda ozgina pastroq bo'ladi, kilovat. O'shaning uchun bu arzonroq. Bu arzonroq 15 ming. Xohlasalar buni ham test qilib ko'rsataman. Bu 15 ming dastavkasi buning ichida dag'i bor. Albatta. Endi xuddi mana shuni mana shu bunda mahavik yo'q, mana ko'rib turganlaringdek, pichog'i sal nimaroq bo'ladi. Buni jiz motorlisi 17 ming so'm bo'ladi. Xuddi mana shu jiz motor 17 ming so'm, xuddi mana shu ichida nimasi bo'ladi. Endi sizlarga ko'pchilik qiziqtirgan, masalan buni olgandan keyin bu odamga xizmat qilish kerak-da. Xizmat qilish kerak. Endi buni atrofidagi listlarini sizlarga ko'rsataman mana. Atrofidagi listlari mana. Kelar 6-7 mm bo'ladi. Qalin ekan-a buni? Qalin materialdan bo'lgan bo'ladi. Shunaqa. Endi sizlarga bitta obzorini qilib beraman. Mana shu mana somonimiz bor, poyamiz bor. Bunaqa pichan deydimi? Bunaqa cho'plarni maydalab chiqarib beraman. Bu bir so'roqda Nadırбек. Misol uchun birele mulani emi biz düştükte makadayız. Bu jugor otlar. Birele jugor emas, çöptü, payani bir usul özü xizmat atkarıyor da. Bardık mesela. Universal bo'ladi. Universal. Yaxshi. Anan bunun kepilligi qanday bo'ladi da, garantiyasi bo'ladimi? Garantiyasi bo'ladi. Masalan bizdan drabilka olgandan keyin necha yil, masalan 1 yil bo'ladimi olganiga, 2 yil bo'ladimi, 3 yil bo'ladimi bizga aloqaga chiqadi. Buni asosiy ketib qoladigan narsasi pichog'i bo'ladi. Mana ichidagi segmenti, mana segmenti. Pichoq. Keyin pachimligi bo'ladi. Mana shu segment deyiladi. Mana shuni sizlarga o'sha qachon ketib qolsa ham bepulga almashtirib beramiz. Bepulga mana shuni almashtirib beramiz. Qachon bo'lishidan qat'iy nazar, faqat bitta sharti, mana shu qo'ygan narsamiz, mana bitta segment bizni o'zbek puliga 5 ming so'm bo'ladi. 5 ming nech pul bo'ladi? Biz o'zbek so'miga 5 ming so'm. Nech pul bo'ladi? 5 ming so'm hozir biz bunday aytganda 40 so'm. Mana qirg'iz puliga 40 so'm, 100 so'm, grubo 50 so'm. Qirg'iziston puliga 40 so'm bo'ladi. Endi 10 ta kelsa 10 tasi 400 so'm bo'ladi. Shunaqa nima bo'ladi? Tushunukdi. Tak, endi bir ko'rsataylik, ha? Tug'onlar, hozir bu yerda paya turadi, press, çöp press turadi, samoni bor ekan, o'shalarni bu yoqqa salaylik. Ana bu yoqda jemlerdagi, makalardagi mana jugorlardagi ko'rsatamiz. Hozir qaysining talqalaydi? Birinchi bo'lib mana shu cho'plarni maydalab ko'rsatib beray. Cho'plarni ishlaydigan nimamiz.
Bo'ldi. Qara. Bismillah. Bismillah. Endi ko'pchilikda masalan bunaqa joyda bo'lsa, ko'pchilik xo'jalik ishlatadi-yu. Shunaqa joyda bo'lsa, masalan qo'shnisiga mana bu yerda bizda ham qo'shni bor. Mana shu qo'shnisiga ham changi Ziyon tegmasin. ziyon tegmasin deydigan bo'lsa mana donga bo'lsa bunaqa qilib qop bo'ladi. Oo. Agarda yo'q, menda cho'p deydigan bo'lsa mana bunday qilib mana suvni sepib, quyib olinadi mana. Suv sepib. Suv sepib Aha. mana. Endi buni bunda chiqarsak bo'laveradi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Qani changidimi, changimaydimi? Bismillah. Qara. Joy yurdi do'stlar. Hozir salat. Bismillah. Mana. Maydaligi. Agar suv Qo'y bor. sepmaganda chang beradi. Changi ketadi. Hozir suv sepib, mana bitta ham changi. Endi bu qoyalarda suv yo'q. Shuni sizlarga shunday xalas qilib chiqarib beraman. Qara. Payani solamiz ham. Qo'yamiz. Azazdan. Budan men o'ylayman. Va biz aytib-ku, shakal deydi-ku. Shakal oshmaydi-da. Bu negizi payandan ko'rdingiz, mayda qilib qo'ydi. O'ta yaxshi qilib qo'ydi. Payadan nari buyursa shakal oshmaydi. Ha, qo'ya. Payandan ko'rsatib qo'ying, mana. Payandan yaxshilab ko'rib oldingizlar. Buyursa shakal oshmaydi-da. Xuddi shunaqa. Otxot yo'q bunda, Otxot umuman mushkul degan otxot degan narsa mol chiqarmaydi. Otxot- Keyin yana bitta narsa bor. Masalan, mana shu maydalangan narsani qo'yganmi, molga ham bersiz. Molni organizmida, qornida singimiz, tez singib. singiz, ya'ni botulizm bunda tezlashadi. Shunaqa. Yana ham tezroq bo'lib molni semirishiga, qo'yni semirishiga ancha ko'p yordam beradi. Bo'ldi, endi bu yoqda jugor makani ko'rsatadi. Jugorini endi sizlarga chiqarib ko'rsatib Ha. beraman. Anan do'stlar, bu negizi mardagi menen. Ichidagi mardagi menen. O'sha menen tartadi. Bu uxalangan narsani tartadi bundan egar bunday qilgan desa. Donini ham bemalol tortadi. Donda, ha. Don tartganda hozir bu yoqda buday bor ekan, ha. Bu yerda bug'doy bor. Ondaga ko'rsatamiz. Endi hozirda jugorni ko'rsataylik, yaxshilab. Jugor. Bo'ldi, yurgizaveraylikchi, qara. Bismillah. Bismillah. Oh. Ana. Endi bir ko'raylik, ha? Aha. Qanchalik maydalaydi ekan mardagi menen. Mana ga. Mana ko'rsatib qo'ying. Oho. Mana. O'ta so'ngim, do'stlar. Bozorda bilsangizlar kerak, xodim o'la shunday jugorlar sotadi. Ha. Mana. Bu mardagi menen bo'ldi. Bu mardagi bilan. Mardagi. Endi mana donni o'zini. Mana bu buday, ha? Bug'doy doni, ha. Buyursa makanindagi danni tortaveradi bu. Ha. Makanindagi danni tortaveradi, ha? Bemalol tortaveradi. Mana bismillah. Bismillah. Ana, vo. Nerede o'zi zaslon bor, bemalol mana shu. Vanna ko'rsatdi, ha? Ha. Ochib yopib, yurib yoqsa bo'laveradi.
Bak, artılıyorlar. Azayı da. Ah. Arnava, номер 1. Ага. Ya göstersin. Göster la. Oldu. Olanı mı? Olat. Ana. Bak yemi az daha budaydı tarttı, budaydı görebileme. Mana buğday mana. Ha, mana dostlar. Mana buğday. Budaydı görüp koyuңуздар. Sonun. Öte bayaqınday майын кылып жакшы майдалапты. Так, мына азыр мына жерде көрсөтүп койгун. Лигровка кылганда, мына достор. Мына жерде өзүнүн мындай дыркасы бар экен. Дыркасы. Ошону ачып, мисал да, азыр будайды ошого лигровка кылып турду да. Ушул жактан түшө берет. Так, дагы башка эмне көрсөтүүсүздөр барбы дагы? Endi hozir mana shu 3 xil drabilkalarimizni ko'rsatdik ya hozir. Endi sizlarga yana bitta ko'pchilikda savol tug'iladi. Masalan, bu tiqilib qolsa yo bo'lmasam bir qanaqadir nima bo'lib qolsa qanaqa bo'ladi? Kuyib qoladimi yo bir o'ziga zashtasi bormi deganlarga buni mana ikki tomonlamali двойной zashta bilan jihozlangan bo'ladi bu. Hozir sizlarga shuni ham ko'rsatib beraman. Mana tayyor. Ya'ni bunda ham paplovoy ham avtomati bo'ladi mana. Hozir bunaqa qilib bolg'ani tirab qo'ydik. Masalan deylik, tiqilib qoldi. Nagruzka keldi. O'shani mana yoqasiz. Bismillah. Bismillah. Mana endi qarab turinglar. Tiqilib qoldi. Misolda bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana. Endi qarab turinglar. Mana 1, 2, 3. Mana. Yana bitta yoqaman. Endi buni shunday bo'lganda mana bu yerda paplovoy ham bor. Biz drabilkani mana. Paplovoy da, ha? Aha, tag'ila. Taqo'li. Ko'rsataman. Mana shu yerda o'zini paplovoy bo'ladi mana. Buni bosdik. Bosgandan keyin mana yana bir marta yurgizaman, qarab turinglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uzoqlashib 5 sekund, 7 sekund orasida o'zini o'zi himoya qilib o'chiradi. Ya'ni bunda motor qizib ketmaydi, ham motorini umri ham uzoq bo'ladi. Yaxshi. Mana do'stlar, shu yerni esga olib qo'yingizlar, mana sizlarga ko'rsatib berdi. 7 sekundga chayin ekanda. 7 sekund, 8 sekundda o'zini o'zi himoya qilib oladi. O'zini o'zi endi qo'rg'aydi ekanda. Zashta qiladi ekan. Zashta qiladi. Так, жақсы. Анан эми Надырбек. Бул негизи мына ушул экрандагы номерлер да эми бул. Албетте, шу номерлер. Мана шу. Өзүбүздүн номерлер. Бул негизи достор, дагы бир жолу айта кетейли, Ошто 10 адырда турат. Буякта Игавостоктун үстүндө. Мен Надырбектин ошол жакта номерлерин калтырамын. Өзү менен дагы кенен маалыматты алсаңыздар болот. Эгерде биз сиздерге толук түшүндүрө албай калсак да, эми түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Буюрса, ар бир үйгө керектүү нерсе, мал жандыкка, башка нерсеге сөзсүз түрдө керек. Көрүп атасыздар, будайыны майдалады, жүгөрүнү майдалады, чөптү, паяны. Эми бул нерсе мен ойлойм, башка жакта мен укканымда 30 000 сомдон дагы сатылып атканын мен көргөм. 25 000ден дагы. Азыр эми бул жерде болгону чоңу канча дедиңиз? Азыр 20 000 сом, 100 мотор. Сом. Жеткирүү берүү бар. Доставкасы каралган. Андыктан Ошту туугандар, бул жагы Кызылка Баткенден деле буюрса чалсаңыздар, биягы Жалал деле чалса боло берет. Şu Надырбекке чала бересиздер. Албетте. Сиздерге сонун кызматын аткарып берет. Кудай кааласа. Бул өзү жигит Надырбек Өзбекстандан келген. Өзбекстандан. Эми биринчи айтабыз, кыргыз өзбек достугу бекем боло берсин. Албетте. Ар дайым биздин азыр коридор ачылган. Бияктан достуктан, ара Кызылкадан киребиз, Жалалдан киребиз. Албетте. Надырбек, ишиңизге ийгилик. Саламат болуңар. Буюрса дагы сиздерге ушундай жаңылыктар болсо чагылдырып көрсөтүп берип турабыз. Буюрса Надырбек менен байланыша бериңиздер. Саламат болуңар, сау болуңар. Бөлүшөбүз. Эң башкысы группалар менен фермерлерге, мал чарба менен иш кылгандарга бүт бардык нерсеге бөлүшүп койсоңуздар, буюрса 10 адырда мына ушу дробилкалар турат. Assalomu alaykum.